gap qoldi. Şu 88 yılı 88 yılı Dolqun Aysalla yetakchilik qilgan Urumchidagi oliy maktablarninki Xitoy kommunist hokimiyatga qarshi bir cho'ng namoyish bo'lgandan keyin men o chaqda xizmatga chiqib 85 yil 12 oydagi namoyishga men 3 kun qatnashgan. Undan keyin 89 yil xizmatga chiqdik. Xizmatda 86 yili 89 yil xizmat qilayotgan vaqtda shu Dolqun Aysalla boshlig'idagi shu namoyish tugagandan keyin bizningki Sharq Turkistonda bo'libmi janubdagi rayonlarda bir oy kunniga siyosiy o'rganish qildik. Siyosiy o'rganish qildik, shularni so'kab. Undan keyin oxirida bizni ifoda bildirsin deb birdan ifoda bildirsin deb shundoq nima qildi. Shu vaqtda bir meningki endi o'zimningki bir o'tirib qo'ygan narsam bu nihoyatda dardinjiq tortib ketdim shu vaqtda 3-4 yil. Çünkü men bir vangin ma'nu adam buni xatolik o'tkazib qopti deb qolganligim uchun bir siyosiy o'rganishda nihoyat qattiq zarbalarga uchrab eng oxirida vatandan ayrilishga majbur bo'ldik. Shu vaqtda shu vangin ma degan kafir Xitoyninki bizningki yer atanmış avtonom rayonninki bosh shujistamdiq sekretari. Shuning bir degan narsa sen 2-4 yil Uyg'urlar nima qila olayting? Bizningki 2 milliondan ortiq Şarkı Türkistan'da yani atalmış Şinjan'da 2 milyondan artık muntazam koşunumuz var. Yani 2 milyondan artık 89. yıldaki bu. 2 milyondan artık 1000 ton koşunumuz var. Bu sen çıktıktal Uygurlar nemiş kılalaytın da aşında çoğun yığında sözlegen sözünü biz okudu. Demek bir yerde demek çoğunum şu vaktin özde 4-5 milyon aşı Xitaylarının ki muntazam koşunu enondaki barlık 1000 tonun içindeki barlık nimelerin hemimiz koru var. Harbiy meşq qiladi. Bizni har qanday vaqtda qirib tashlaydi. Shuning uchun bu hozirgi Sharq Turkistonning ahvoli to'liq murakkab. Undan o vatanimizdagi xalqlarimizmi bir qo'zg'alib bir yerga qilib bir yezdim o'tolmaydi hozirgi ahvolda. 89 yillik ahvol u. Endi shunday bir emeli ahvalını közde tutup oylaganımızda bizden ham xiyal kılıp biz hazır müstakil olakitimiz, müstakil olumuz tek müstakil olakitimiz, haq müstakillığımız hep burada deydiğen ham xiyalını kılışının özü intayın hatalık. Biz daraxtlarlık nimisini şaxların çatlapmında bir retlemese o çatkalı oludu. Onun çatkallarını ançımın çatlap qanchaki nimalarimiz tashkilotlarimiz azroq enandikin sazroq bo'lib enandikin bir-biriga uyushqanchaqda o chaqda daraxt g'olimiz bo'ladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir shu daraxtlarimizningki g'oli. Bizning hozirgi Avstriyadan chiqqan Metqor Don Kixotlarimiz qatorliqlar hech ishni qilmay turib biz Avstriyaga kelgandan faqat shu Dilzat efendim yoki boshqa Arafat efendim deganlarga o'xshash bu nimalar faqat shu G'uljidan G'ulji qo'zg'olonga yoki Urumchidagi qo'zg'olon qatorliq bo'lib G'uljidagi enandikin barin inqilobi qatorliqlarninki nimasi bilan shu qo'zg'olonlarninki bir elib kelgan bizga elib kelgan foydasi bilan o'zlarini bu yerda bir Sharq Turkistondan chiqib bu yerda biz nimqigan degan bir banani shularning qinninki bedliga musafirlikni enandikin ish izlarini hal qilib olib shu chaqchi bir oz to'lib bizning jamoatimizga qaytilgan bo'lsa enandan keyin hech qanday bir faoliyatda hech qanday yoki Melbourne ulamdi yoki Sydney ulamdi biror faoliyatimizga qatnashib boqmagan bir insonlarimiz qandaqmi vizi qizarmay hech qanday bir narsadan tap tortmay kompyuterning osti keyni ko'rib olib xuddi xiyoliy paqaning nimasininki quduqning ichidagi paqaga o'xshash dunyoning hammasini shu paqaning quduqning og'zidek deb bundaq jakarlab oxirida bizningki hozirgi jamoatimizningki Sharq Turkistonlik shu nima barliq diasporada yashayotgan qarindoshlarimizning orasiga bir bo'lgunchilik solishning o'zi bu bir bizning millatimizning faoliyatiga mustaqilligiga tushgan bir mita enandikin bir afet desek bo'ladi. Shu munosabat bilan yana bu gaplarni deb qoldim. Endi asosli maqsadim nima desa, bizning vatanimizningki ozodligi, erkinligi faqat millatlar, dunyodagi har qaysi millatlar o'zlarining taqdirini o'zi belgilaydi degan mushu prinsip bo'yicha tadrijiy mushu dunyo Uyg'ur qurultiyining tutayotgan yo'li bilan bizning yo'limiz bag'ansir kengayib, hozir munchalik
xalqimizning ahvoli dunyoga mushunchalik to'ndilayotgan bo'lsa, yana bir qancha yil, yana 10 yillardan keyin balkim mustaqilligimiz amalga oshib qolishi mumkin. Lekin biz 20 yıldan artık musabını bes boğan, onundan mecek musabını baskan, nurgunluğun dünyadaki nurgun işlerini çekip, inandaki yollarını açkan kurultaydan ibaret moşu teşkilatımız ne parçalayma deydiğen, onunla nemi kılıdığan, dağ çek kızmı deydiğen, her kandak bir kılmışların özü, bu intayın peskeşlik, intayın rezillik desek buludu. Çünkü bir millet özünü kutkuzuş için ittifaklaşış gerek. Qarindoshlar, biz hozir dunyoning mayli sirt o'g'lining nada o'g'lini bir qismlarni Gollandiyadagi bir qism qarindoshlarning ba'zi bir gaplarini anglab qoldim. Biz demokratik davlatlarda yashayotimiz, demokratik davlatlarninki Gollandiyaningki u partiya, bu partiya hammasi o'zlarininkinisini o'tirib qo'ydi deb mandaq bir narsani o'tirib qo'yibdi. Demokratiya, bundaq demokratiya faqat davlatni olib bo'lgandan keyin Enandan keyin bizning xalqimiz o'zlari qaytadan har xil partiyalarni qurib, enandan keyin bu o'qitishli partiyalar bir-birini kuzatib, enandan keyin shu millatningki kelgusidagi davlat qurib bo'lgandan keyingi taqdirini, ya'ni aqllarni to'g'ri yo'lga mengishda intayin muhim rol o'ynaydi. Ammo biz hozir nima qilyapmiz, qanday holatda? Biz faqat urush oldidagi bir jangohdagi bir insonlar. Urush ahvolida urush bo'layotgan chog'da, bo'libmi vatan urush bo'layotgan chog'da sen men yoki sen u partiya, sen bu partiya deb bir-birimizdan talashqa tortish qilishning o'zi urushni butunlay mag'lubiyatga olib keladigan gap. Bizlar demak mushundaq bir urush oldidagi jangoh oldidagi mushundaq bir ahvol ostimizda biz faqat va faqat kuchlanish uchun bir-birimizni qo'llashimiz, eng muhimi kuchlik tashkilotimizni qo'llashimiz, ularga quvvat berishimiz, madad berishimiz, shu orqali enandan keyin shu tashkilotlarning yo'li bilan o'zimizning yo'lini echish, hatto urushda dushmanlarimizning ustidan g'olib kelish faqat shu ittifoqlashgan chog'imiz bilan bo'ladi. Hozirgi vaqtda demokratiyadan xato sun'iy iste'mol qilib, xato oldi foydalanib, sening hammadan demokratiya deganda hammadan o'zining deganini deydigan narsa ekan deb bundaq deb qo'ysak, bu butunlay xatolashgan bo'lamiz. Demokratiyaning asosiy maqsadi yana o'zining fikrini xato fikrni qat qilib, to'g'ri fikrdagilarni, to'g'ri fikrdagi partiyalarni qo'llash bu demokratiya degan gap. Demokratiya degan gap hammadan o'zimizning gapimda ching turib olaman, boshqalarning gapi rost emas, mening gapim rost deb turib olgan narsa bu demokratiya emas. Shuning uchun bizningki dunyodagi bir qism bilarman, o'zlarini bilarman deb hisoblaydigan amaliyotda quruq ko'zga o'xshab qoladigan amaliyotda ya bizning millatimizningki, xalqimizningki yoki Sharq Turkistonning hozirgi ahvolidan bir xabarsiz insonlarimizningki demokratiyani xato holda foydalanib xalqimizni parchalashning o'zi bu demokratiya emas, bu faqat xoinlik. Shuning uchun oxirida mushunchalik bir gap kelib qoldi. Qarindoshlarimizningki anglab beqishinglarni umid qilaman. Men chunki bundaq bu so'rinda bu WhatsApp guruhlarida bu gap qilmoqligim uchun ba'zi g'azablarimni ifodaligimni gap qilib, o'zimcha sal gaplarim sal egizpas chiqqan bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Asosli umidimiz endi meningki o'zim emasdan, o'zimni olsam 58 yosh kiribdiman. Shu Avstraliya Uyg'ur jamiyatininki shu 3 yil burungi Dünya Uyghur Qurultayını tanımaymayız deydiğen bir halettin, enandikin Dünya Uyghur Qurultayını en kullaydiğen, nurguldiğen iqtisadi cihetin biz medet bergen bir teşkilatga aylandık. Muşu jarayonda bizninki Avstraliya Uyghur jamiyatininki heyetlerini bir demokratik bir-birimizning fikrini hurmat qilib, enandikin bir-birimizni qo'llab, oxirida mushundaq Sidneydagi jamoatimizni har holda Dünya Uyghur Qurultayınınki arkasından hech bo'lmasa shuning medet berdiğen bir holatga keldik. Bu endi bundan keyingi bu yangi saylamdan keyin balkim yoshlarga o'tkazib berish planimiz bor. Qandaq biz qaysi xil shaklda bo'layli yoki yeshimiz qandaq bo'lsin yoki jamiyat o'rinda bir jamiyatning rahbarligini tutayli yoki jamiyatning a'zolari bo'layli, bizningki asosiy maqsadimiz oldi bilan bizningki o'zlarimizning ittifoqiga, jamoatimizning ittifoqiga bir-birimizga bir nima qilish, g'amxo'rlik qilish, undan ko'ynish, bir-birimizning dardiga yetish bu bir asosiy maqsadimiz bo'lsa, eng muhimi yana birisi biz vatan da'vosi qilish uchun biz kuchlanish. Undan biz bir-birimizni yo'lash, tashkilotlarimizni yo'lash bo'libmi, qaysi tashkilotimiz eng kuchli bo'lgan bo'lsa, shuni yo'lash. Bu mushu intayin to'g'ri.
bu yerda nimani demoqchi desak, bizning vatanimizningki bir halaqi shuar bilan yoki balki mustaqil bo'lamiz deb bilan bir jihad u buni qilamiz deb bilan vatanni ozod qiladigan mustaqil bo'lib qiladigan bundaq oson ishimiz yo'q. Faqat bizningki bosadigan birdan bir yo'limiz shu dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirgi bizningki shu eng halaqi nima Uyghur Şərq Türkistanlıqlar barlıq təşkilatlarga Şərq Türkistanlıqlarga vəkillik qılıbatqan birdən bir dünya etiraf qılıbatqan bu təşkilatınınki rolu arqılıq inandıkən şunun ətrafıga uyuşup şunu qollab inandıkən biz dünyadaki xuddi bir Sovet İttifaqını demokratiya axırda qarşılayotgan o'xshash axırda hozir shu Xitoyga qarshi g'arb ellərdə Amerikada başlaq g'arb ellərdə bir uyuşuyotgan shundaq bir yuzlanish bo'layotgan vaqtda biz o'zimizning shu dünya etiraf qilgan təşkilatının nimisini qollab, onun parçalaydigan, onunki ulu qış qoydu, xam su qoydigan işini qılmay, ən yaxşısı biz şu axırki hesabda şu g'arb demokratiyasidan foydalanib, shuni qoral qilib, bizning mustaqilligimizni o'zini taqdirini belgilash degan şu asosli prinsip turib, mustaqilligimizni erishimizning faqat bir yo'li shu yo'l orqali bo'ladi deb qarayman. Chunki bizningki ahvolimiz boshqa dunyodagi boshqa millatlarga, boshqa yoki Kanadadagi Quebeklarga yoki Angliyadagi Shotlandiyalik, Skotlandliklarga o'xshaydigan yoki boshqa mana Kaledoniya deb Fransiyaningki mustamlikasi bo'lgan yaqinda nimaga saylam qildi, oxirida saylamdan yana mustaqil bo'lmaymiz deb chiqdi. Bular butunlay o'xshamaydi. Bizningki dushmanimiz intayin kuchli. Undan keyin faqat bizga shu Xitoylar bilan boshqa bir davlatlarningki o'rtasidagi raqobat kuchlik raqobat undan keyin kuchlik bir birlashma sap bo'lgan chog'da undan keyin shundan foydalanib, shundan unumli foydalansak, undan keyin bizning vatanimizningki ozodligini tezroq qo'lga keltira olishimiz mumkin. Bizdeki bularning Avstraliyadan chiqqan bir qism metkortlar ömrümüzde anlap bakmagan ya bir faaliyet qatnashib bakmagan Qubaplam hazır dünya Uyghur Qurultayının yakın təhvillərini bulapmı şu Uyghur sözüdən ibarət şundaq bir uluq bir nimine köküne barlıq keltigen şundaq vaqtda inandıkən bunu indigenous people degen bir banane inandıkən mustaqillikni qollamaydı, mustaqillikni demeydi, olar autonomiyachil deydigan bir qalpaqlarni yalğandan qıp-qızıl yalğançılıq bilan o'ttirib chiqib hatta bir nima deymiz endi bir cemaat fikir toplaş, imza toplaş degandek shundaq bir odamlarning aqliga kelmaydigan, hech qanday bir insonni qabul qilolmaydigan, nima maqsad bilan qilayotganligini bilmaydigan shundaq bir taktiklar orqali bir qism bizningki vatanparvar bir qism chet ellardagi Turkiya, Gollandiya qatorlik davlatlardagi bir qism vatanparvar, ammo vatanning hech qanday bir nimasidan ahvolidan, jug'rafiyalik ahvolidan yoki siyosiy hozirgi ahvolidan xabarsiz shundaq kishilarimizni aldash ahırda özümüzünki uğrunu kolab, özümüzünki təşkilatlarını acizlaştırıp, ahırda meyli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, ya ki NED olsun, ahırda şulağı bir kurultayının nimisini sunduruş məqsidi bilen, muşnaqlı vatqan mitkortlarını isten, Avustralya, ben özüm namımdan qattiq bir narazılık bildirip, nurgun geplerini qilib kelib bilgan özümçi bir sözlerini qilishga to'g'ri kelib qoldi qarindoshlar. Bunda ham xiyollar bilan bizning vatanimiz ozodmi bo'lmaydi, ham hatto buchoqishdan qo'l kelgan natijalarni barbod qilyapmiz. Shuning uchun shu Avstraliyadagi yoshlarimiz olamdi, shu so'zlarimizni tushaydigan odamlar bo'lsa, herhalde bir o'ylab yaxshilarni umid qilamiz. Chunki bizning dushmanimiz Xitoy kommunistlari, inandiki Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi nima deymiz, milliy nima harbiy asliyalarninki qanchalik ekanligini biz nurg'ildirimiz qiyos qilolmaymiz.